Xalqaro islomshunoslik akademiyasida talabalar, akademik litsey va prezident maktablari o'quvchilari o'rtasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti modeli loyihasi tashkil etildi. Mazkur loyiha Yangi O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatining samarali ijrosini ta'minlash, o'quvchilar va talabalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish kabi maqsadlarni qamrab oladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti modeli. Ushbu loyiha har yili akademiyada an'anaviy tarzda o'tkazilib kelinadi. Ko'zlangan maqsad yosh avlodning inson huquqlari hamda atrof muhitni muhofaza qilish, qurolsizlanish va barqaror rivojlanish kabi keng qamrovli global jarayonlar bilan qiziqtirishga qaratilgan. Shuningdek, tanqidiy fikrlash, ommaviy nutq, tadqiqot, diplomatiya va jamoaviy ishlash borasidagi malakalarni rivojlantirishni ko'zda tutadi. Shu ma'noda bu galgi anjuman ham jo'shqin va bahs munozaralarga boy kechdi. Bu loyiha doirasida men Argentina davlatining delegati sifatida ishtirok etmoqdaman. Bu loyihaning ijobiy tomonlaridan biri ko'plab oliy o'quv yurtlarini jamlab olganligi va bizga networking qilish uchun juda ham katta imkoniyat yaratib bergan edi deb bilaman. Hozir birinchi kun doirasidagi 3 ta sessiyani o'tkazganimizdan so'ng shuni bildimki, har bir davlat delegatlari o'zlarida juda ham yaxshi tushunchalarni namoyon etmoqdalar, o'zlarining yechimlarini, takliflarini kiritmoqdalar. Bu biz uchun juda ham katta tajriba sifatida xizmat qildi. 2 kunga mo'ljallangan mashg'ulotlarning birinchi kunida ishtirokchilar muayyan bir davlatni tanlab olib, uning manfaatlarini o'z nuqtai nazarlari bo'yicha himoya qildilar. Muhokamalarning keyingi kunida xalqaro munosabatlar, diplomatiya va global muammolar bo'yicha bilimlarni amaliyotga tatbiq qilishga o'tildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yilda yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida qonunda Namangan shahrida bo'lgan yoshlar bilan uchrashuvda 30-yil yoshlar kuni sifatida nishonlanishi, undan keyin O'zbekiston Respublikasi yoshlar shtagi tashkil etish natijasida hozirgi mana konferensiyalar va BMT modellari bizda asosan juda ko'p bo'lib o'tmoqda. Turli davlatlar nomidan ishtirok etishi, ularni o'sha davlat vakili sifatida xalqaro anjumanlarda o'sha muammolarni olib chiqishi to'g'risida ma'lumotlar berilishi, ular to'g'risida takliflar berilishi, keyin ularning yechimini aytish bo'yicha hozir mana munozara tashkil etilmoqda. Anjuman doirasida tashkil etilgan yoshlarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshirishga va har qanday mavzu yuzasidan o'zining mustaqil fikrini erkin bayon qilishga o'rgatadigan munozara intellektual loyihasi ham ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi.